Biznes va moliya dunyosi tobora qiyinlashib bormoqda. Shu sababli buxgalterlarga bo'lgan talab nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda oshib bormoqda. Bugun sizni Avstraliyadagi magistratura ta'limini aynan Professional Accounting tanlagan talabamiz bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum, ismim Hasan. Yaqinda Avstraliya talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Sidney shahridagi Central Queensland University'da Master of Professional Accounting yo'nalishida ta'limimni boshlayman. Bu soha korporativ moliya, audit, moliyaviy hisobot va strategik boshqaruv kabi muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu sohani tanlashimning asosiy maqsad xalqaro moliyaviy standartlar bo'yicha bilim olish va zamonaviy biznes muhitida faoliyat yurita olish. Avstraliya davlatini tanlaganimning asosiy sabab ingliz muhitida yashash va universitetni tamomlagandan so'ng soham bo'yicha 2 yil malaka oshirishdir. Everstudy jamoasi menga o'qishga topshirish, vizaga topshirish, umuman hamma jarayonlarga menga yaqindan yordam berdi. Agarda siz ham ingliz davlatlarida talaba bo'lishni xohlasangiz, Everstudy jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin va ular sizga barcha amaliy yordamlarni ko'rsatishadi.